qiyomat kunining dahshatli manzaralari bilan tanishamiz. Qiyomat kunining boshlanganini bildirib baland bir ovoz eshitiladi. Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surni ikkinchi marotaba chalishni buyuradi. Sirot ko'prigi hisob-kitob tugagach, jahannam uzra jannatga olib boruvchi ko'prik quriladi. Ikki tomonida ilmoqlar osilib turibdi. Har biri o'ziga buyurilgan kishini ilib olish uchun tayyor. Yo'q! Yordam beringlar! Yo'q! Ovozlar Rahman haybatidan jim qolmish. Qadam tovushlaridan boshqa hech narsani eshitmassiz. Bu kunda ularning og'izlariga uramiz. Nima kasb qilganlari haqida bizga qo'llari so'zlar, oyoqlari guvohlik berar. Dunyo hayoti tugadi. Birin-ketin barcha farishtalar, hatto o'lim farishtasi ham vafot etdi. Ana endi hammasi boshlanmoqda. Va sur chalindi. Bas, ularning hammalarini jamladik. Mahshar maydonida odamlar qayta tirilmoqdalar. Bashariyatning ilk boshidan beri o'lgan barcha insonlar birma-bir qayta tirilmoqda. Biz bilgan dunyo endi yo'q. U butunlay boshqa ko'rinishga o'zgargan. Bu darajada cheksiz tekislikni umringizda hech qachon ko'rmagansiz. Odamlar 1000 yillab kutadilar. Har bir kishiga amallar kitobi berilib, hisob-kitob uchun chaqiriladi. Ularning har bir amallari mezon tarozisida tortiladi. So'ngra sirot ko'prigi quriladi va nihoyat oxiri do'zax yoki jannat bilan tugaydigan yo'l boshlanadi. Insonlar birin-ketin barcha ishlarga guvoh bo'lishadi. O'lgan jasad qanday qilib tirilishi mumkin deyishingiz tayin. Chirib yerga ko'milib ketgan jasad qanday qilib qayta tirilishi mumkin? Mana bu oyatda Robbimiz go'zal javob qilgan. U suyaklarni kim tiriltiradi? Holbuki ular titilib ketgan-ku dedi. Sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltirur va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilur deb ayt. Koinot orqali o'zini birga tanitgan, cheksiz kuch va qudratga ega bo'lgan va hamma narsani mukammal saqlaydigan yaratguvchi har bahorda bizga tirilish misollarini ko'rsatmaydimi? Yer tagida ko'milib yotgan urug'ga jon kirib, yerdan unib chiqib, rangli gulga aylanganini ko'rmadingizmi? Nahotki guvoh bo'lmasangiz, eng kuchli qo'shinga ega komandirni tasavvur qiling. U askarlarga dam olishni buyurdi. Sizningcha u mana shu askarlarni bir ovoz bilan qayta birlashtirib olishi mumkin emasmi? Xuddi shuningdek Alloh ham insoniyatni ko'plab omillar bilan yaratgan. Ona qornidagi bolani kerakli ozuqalar bilan ta'minlaydi va shu orqali chaqaloqni yaratadi. O'limdan keyin jasadlarimiz chirib, yer ostida tarqalib ketganidan keyin u zot bizni qayta tiriltira olmasligi mumkinmi? Xuddi oyatda aytilganidek, avvalgi yaratishda ojiz bo'ldikmi? Odamlar qabrlardan qo'rquv bilan uyg'onishdi. Xuddi chuqur uyqudan turgandek. Yalang'och va yalang oyoq bir tomonga qarab shoshilishmoqda. U kunning dahshatidan kishi yonida kim ketayotganini bila olmaydi. Hech kim nima qilishni bilmaydi. Xuddi chigirtka kabi har tomonga qochib yugurishmoqda. Ular mana shu kun haqida ogohlantirilgan edilar. Ular qabrlardan ko'zlari qo'rqinchga to'lgan holda xuddi yoyilgan chigirtkaga o'xshab chiqib kelurlar. Iymon keltirmaganlar shunday dedilar. Bugun imtihon kuni. Allohga osiylik qilishdan uzoqda bo'lgan mu'minlar mag'rurlik va quvonchli yuz bilan markablarga minib yurishadi. Ammo Qur'ondan yuz o'girganlar esa mahshar maydoniga yuzlari bilan yurib kelishadi. Ba'zi yuzlar nur chiqarib porlaydi, boshqalari esa o'zidan chiqqan terga botadi. Odamlar ilojsiz qolib yaqinlarni qidira boshlaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ular bir-birlaridan qochishadi. Chunki ular faqatgina o'z jinoyatlaridan qutulib qolishni istaydilar.
Gunohkor o'sha kun azobidan qutulish uchun o'z bolalarini ham, xotini va aka-ukasini ham va uni o'ziga olgan qabilasini ham va yer yuzidagi jamiki kimsalarni ham fido qilishni, so'ngra o'zi najot topishni istaydir. Meni qo'yib yubor. Istasang ayolimni ol yoki do'stlarimni ol. Bu dunyoda kim bilan do'st bo'lgan bo'lsa va kimni tinglagan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha odamlarni qidiradi. Agar bu do'stliklar yovuzlik yo'lida bo'lsa, kishi ularni topishi bilanoq yoqasidan ushlaydi. Yerda sen bilan birga edim. Sen nima desang shuni qildim. Endi nima qilishimni ayt. Ular bir-birlaridan yuz o'giradi. O'z izdoshlarini ko'rishni ham istamaydi. Unga ergashganlar esa pushaymon yeydi. Uning izdoshlari shunday deydi: "Qani endi bizga bir ortga qaytish bo'lsa edi. Bizdan tonganlaridek biz ham ulardan tonar edik." Sekin-asta ba'zi odamlar esingizga keladi. U odamlarni sizda haqqi bor, ammo ularni ko'rishni istamaysiz, lekin qocha olmaysiz ham. Barcha insoniyat bir qatorda saflanib turadi. Ana endi kutish davri boshlandi. Odamlar chiday olmasdan bu holat qancha davom etar ekan deyishadi. O'sha kunda quyosh odamlarga juda yaqin keltiriladi. Bu dunyoda biz 40 darajada Selsiyda quyosh ostida tura olmayotgan bo'lsak-da, o'sha kunda juda uzoq vaqt jazirama quyosh ostida kutishga majbur bo'lamiz. Har bir kishi gunohiga yarasha o'z terisiga botib turadi. Hech qanday soya bo'lmaydimi? Payg'ambarimiz alayhissalom kimlar soya ostida bo'lish haqida xabar bergan edilar. U zot o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Alloh 7 xil odamga soya beradi dedilar. Odil hukmdor, Allohning ibodatida ulg'aygan yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birini faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan va faqat Alloh yo'lida uchrashib ajraladigan ikki inson. Zodagonlardan bo'lgan jozibali ayol o'zini unga taklif qilganida rad etib, "Men Allohdan qo'rqaman" degan erkak, chap qo'li, o'ng qo'li berganini bilmaydigan darajada yashirincha xayriya qiladigan odam, hamda hech kim yo'qligida Allohni eslab, undan qo'rqib ko'z yosh to'kkan kishi. Yana bir go'zal hadis bor. Kimki qarzdor bo'lib qiynalayotgan odamga muhlat bersa yoki qarzining hammasini yoki bir qismini kechirsa, Alloh uni qiyomat kunida uning soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunida o'z arshi soyasida saqlaydi. Kutish vaqti uzoq muddat davom etadi. Hali hisob-kitob boshlanmadi. Hatto shu darajadaki odamlar ularni bu og'ir ahvoldan qutqaradigan kishi qidirishadi. Avvalo ular insoniyatning otasi Odam alayhissalom oldiga borishadi. So'ngra Nuh, Ibrohim, Musa va Iso alayhissalomlar oldiga borishadi. Ular eng buyuk payg'ambarlar bo'lsalar ham o'zimni jonim, o'zimni nafsim deb odamlarni qaytarishadi. Bu kun shunday dahshatliki, hatto payg'ambarlar ham o'zini jonini qutqarishdan boshqa hech nima qila olmaydi. Subhanalloh. Hech kim Allohdan afv so'rashga botina olmaydi. Har birlari o'zidan keyingi payg'ambarga borishni buyuradi. Oxirida odamlar Muhammad alayhissalomga borishadi. Shunday qilib Muhammad alayhissalom duo qiladilar va hisob-kitob boshlanadi. Ammo undan keyingi bo'ladigan holat avvalgilardan ancha qattiqroq. Buyuk hisob-kitob oldida hamma saflanib turadi. So'ngra chap tomondan dahshatli hayqiriq eshitiladi.